Ko'pchiliklar sizga bu blog nima olib keladi, nimaga bunaqa vaqtingizni ketkazib, har xil shunaqa salat ovqatlar qo'yasiz deb savol beradi. Ishli odamsiz, nimaga kerak degan maqsadda. Ha, to'g'ri, ishli odamman. Ishdan tashqari yana qo'shimcha to'garaklarga o'qiyman. Vaqtim deyarli bo'lmaydi. Lekin uyga kelganimda men charchog'imda mana shunaqa ovqat, salatlar tayyorlab chiqaraman va orada shunaqa video ham olaman. O'zimga juda ham yoqadi. Menga to'g'ri hech narsa bermaydi. Shunchaki o'zimni xursand qilish uchun shunaqa blog yuritaman. Va bugun o'zimga kechki taomga ovqat o'rniga vinegret desa ham bo'ladi. Vinegret qo'shgan shunaqa salat qildim. Faqat solyoniy bodring va tuzli karamni o'rniga qizil bolgarskiy va yashil bolgarskiydan foydalandim. Hammaga yoqimli ishtaha